Assalomu alaykum. Umra safariga bormoqchisiz. Ishonchli, rasmiy litsenziyaga ega hamda qulay sharoitli, aytilgan sharoitlarga va'da beradigan turfirma axtaryapsizmi? Inshaalloh biz Centrum Holidays rasmiy hamda qonuniy to'lovlarni hisob raqamga bank orqali amalga oshirsalaring bo'ladi. Inshaalloh bizda juda ham chiroyli sharoitlar, bemalol standart sharoitimiz, standart plus sharoit desak ham bo'laveradi. Inshaalloh videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, sanalari, narxlari, sharoitlari to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Bizda noyabr hamda dekabr oyini sanalari, narxlari ma'lum bo'lgan. Inshaalloh biz sharoitlarimiz to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Madina Munavvarada 200-300 metr oralig'idagi gastnitsalar, Makka Mukarramada esa 1,5 kilometr, 2,5 kilometr masofadagi gastnitsalarimiz bo'ladi. Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari, odatiy o'zimizni milliy taomlarimizni tayyorlab taqdim etiladi. Xudo xolasa 50 boshlarimiz hamrohligi 14 kun sizlar bilan birgalikda bo'ladi. Mukammal umra qilishliklaringga 50 boshlarimiz yelkadosh bo'lishadi. Ziyoratlar masalasiga keladigan bo'lsak, ziyoratlarimiz Madina ziyoratlari, asosiylari Qur'on bosmaxonasi, Ravza-i Sharifga albatta olib kirishadi. Undan keyingisi esa Xurmo bog'ida ziyofat ham tashkil etiladi. Makka Mukarrama ziyoratlari amalga oshirilgandan keyin esa sizlarni Qizil dengiz sayohatiga hamda Toif shahriga ziyorat hamda sayohatga olib chiqishadi. 50 boshlarimiz Toif shahrida esa qaytayotganda ikkinchi marotaba umra qilishlik imkoniyatiga ega bo'lasizlar. 100% dan 90% ziyoratchilarimiz Toif ziyoratiga chiqishyapti. Aksariyatlar Toif shahriga misol kuch-quvvati yetmaganlar yoki mazasi bo'lmaganlar chiqishmayapti. Shuni ham hisobga olib qo'yasizlar. Hamda bizni firma hisobidan albatta sizlarga mana shunaqangi bejiklarni taqdim etiladi. Mana bunaqangi sumkalarimiz taqdim etiladi. Undan keyin esa kamzillarimiz taqdim etiladi va yana bitta sizlarga bonusimiz bo'ladi. Samolyotda uchish uchun yostiqchasi ham albatta siz aziz yurtdoshlarimiz uchun taqdim etiladi. Hozir yo'q ekan, lekin albatta uni ham sizlarga aeroportda inshaalloh taqdim qilishadi va xudo xolasa biz sizlarga chiroyli sharoit qilishga aytgan sharoitimizni sizlarga yaratib berishga harakat qilamiz. Nimaga biz qo'rqmay va'da beryapmiz? Chunki shaxsan o'zimni otamni ham jo'natganman. Dadam borib kelib shu aytilgan narsalar bor, to'g'ri dedilar. Misol ozgina sog'liqlaridan muammo bo'lganligi uchun Toif ziyoratiga chiqmadilar dadam, lekin Qizil dengiz sayohatiga borganlar. Shuning uchun hammalaringga tavsiya qilib qolamiz. Umra safariga borayotib narxga emas, sharoitga e'tibor qilishliklaringni, biz aytgan narsalarimizni, aytgan sharoitlarimizni biz o'zimizdan o'zimiz emas, ya'ni shaxsan shu oilamizni vakili o'zimni otam borib ko'rib, o'zlari bizga biz so'radik, ochig'ini ayting, mana shunaqangi sharoitlar, ziyoratlar rostmi? Biz yolg'on ma'lumot yetkazmaylik dedik, lekin haqiqatda aynan mana shu aytilgan narsalar bo'ldi va biz o'shaning uchun qo'rqmay sizlarga va'da bera olamiz. Bizda xudo xolasa noyabr oyiga Toshkentdan 22 Toshkent Madina, 29 Toshkent Madina yo'nalishidagi reyslarimiz bor, $1020 dan. Farg'ona Madina yo'nalishida 23, 24, 29, 30 noyabrga Farg'ona Madina reyslarimiz bo'ladi $1035dan. Endi Namangan Madina yo'nalishidagi reysimiz 28-ga $1035dan, 24-ga Namangan Jidda $1030dan. Bundan tashqari 28 Farg'ona Jidda ham $1030dan qilib belgilangan. Xudo xolasa narxlarimiz sharoitimizga yarasha bizda bemalol standart plus sharoit deb aytsak ham bo'laveradi. Albatta bu biz aytgan sharoitimizga to'g'ri keladi. Bundan tashqari dekabr oyiga Toshkent Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz 2, 3, 9, 11, 16, 18 Toshkent Jidda yo'nalishidagi reyslarimizni esa sizlarga $1025dan qilib beramiz. Endi
Sizlarga Vodiydan reyslarimiz to'g'risida ma'lumot bersak, Farg'ona Madina yo'nalishidagi reyslarimiz amalga oshiriladi. Inshaalloh 1 dekabr, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 dekabr sanalariga $1035 o'zlaring joylaringni biron qilsalaring bo'ladi. Endi Namangan Jidda hamda Namangan Madina yo'nalishidagi reyslarimiz ham amalga oshiriladi. Namangan Jidda 1, 4, 11, 15, 18, 22, 25, 29 dekabrga Namangan Jidda yo'nalishidagi reyslarimizni narxini $1030 qilib beramiz. Namangan Madina yo'nalishida 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 dekabrga $1035dan o'zlaring joylaringni bron qilsalaring bo'ladi. Narxlarimiz inshaalloh sharoitga nisbatan arzon. Tezroq joylaringni bron qilinglar. Bizga O'zbekistonning 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib, pasportlaringni tashab, hisob raqamga bank orqali to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'ladi. Yokida Farg'onada ofisimiz bor. Tashrif buyurib kelib, bemalol to'lov ma'lumotiga ega bo'lsalaring ham bo'ladi. Bemalol litsenziyalarimizni ko'rib, o'zlaring istasalaring bank orqali hisob raqam olinglar. Istasalaring bizda shu kassir akalarimiz bor. Aynan mana shularga to'lovlarni amalga oshirib chiqarsalaring ham bo'ladi. Sizlarda bir umrga tatigulik umra safarlaringda Centrum Holidays ishonchli hamsafar bo'la oladi. Albatta bizga ishoninglar, ota-onalaringni umra safariga jo'natmoqchimisizlar? Aynan biz bilan bog'laninglar. Inshaalloh sizlarning ishonchlaringizni oqlashga harakat qilamiz. Tez orada tez kunda ziyoratchilarimizdan video lavhalarni inshaalloh kuzatasizlar. 23-kuni bitta yaqin akamiz uchadilar va bizga video tasvirlarini yuborib turadilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.